Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu yangi koronavirus to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu men yangi deyishimdan sabab hozir tarqayotgan bu virus aslida Xitoydan tarqagan virusdan xilli farqliq bo'lganligi uchun, ya'ni oraliqda ko'p qitim o'zgarishlar bo'lganligi uchun men buni yangi koronavirus deb atadim. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Yaqinqi bir haftadan buyon Angliyada mushu yangi tipdagi virusninki bayqalganligi to'g'risidagi xabarlarni balkim ko'pinchimiz anglagan bo'lishi mumkin. Bu virus masalasi Angliyada texmi ig'irlashib, yolg'iz Angliyada emas, Yevropa va dunyoning boshqa davlatlarida alayda bir endish qilish, jiddiylashish shakllanmoqda. Hozir shu xabarlarda aytilgandagidek, bu Angliyadan Yevropa va dunyoning boshqa davlatlariga uchadigan aeroplanlar asosan to'xtalgan bo'lib, nurg'un davlatlar o'zlariningki Angliyadan kelgan aeroplanni va yo'lovchilarni qabul qilmaydiganligini bildirdi. Angliya hukumatimi buningga nihoyatda jiddiy qarab, bu masalani qisqa vaqt ichida hal qilishga qaror qilib, Angliyada bir qism joylarni taqaganligini e'lon qilyotdi. Mutaxassislarningki qarashicha, bu virus aslida Xitoyninki Wuhan shahridan tarqagandan buyon hozir qadar 30 xildan ortiq o'zgarish paydo qilgan bo'lib, ularning ichida mutlaq ko'p qismida nihoyatda kichik o'zgarish bo'lganligi uchun ko'pincha kishilarning diqqatini qo'zg'amagan. Nisbatan aytgan vaqtida o'zgarish biroz cho'ng'ini aslidagidan qo'shgan vaqtida 3 xil, ya'ni keyingi o'zgarish bo'lgani 2 xil bo'lib, aslidagini D614 deb atagan bo'lsa, keyingi o'zgargan nusxasini G614 deb atagan. Bu asosligi Yevropada tarqalgan bo'lib, bu virusninki bu o'zgargan nusxasi eng dastlabda mushu ikkinchi oylardan tortib, birinchi oyninki oxiri ikkinchi oydan boshlab, lakin Yevropada tarqashqa boshlagan. Bu sol tarafdagi rasmda ko'rganinglardagidek, bu seriq rangliki, ya'ni qizg'ish seriq rangliki aslida Wuhandan tarqalgan D614 tipi bo'lsa, ko'k rangliki G614, ya'ni Yevropani markaz qilgan. Anandan keyin Yevropadan boshqa joylarga tarqalgan nusxasi bo'lib, buningda asosligi mushu virusninki tashqi qismidagi oqsil, ya'ni bu spike protein degan proteinni aslidagi D614 dan G614 ga o'zgargan. Bu endi mushu virusda yuz bergan o'zgarishlar ichida biroz cho'ng o'zgarish bo'lib, bu qitim Angliyada yuz bergani yana ilgirlagan holda o'zgargan, ya'ni mundoq aytgan vaqtida bu cho'ng o'zgarish bo'lgan 3-chi nusxasi. Bu Angliyada tarqagan eng yangi tipliq bu virusninki ismini VUI 20-20-12-01 deb atagan bo'lib, ya'ni bu virusninki bu o'zgargan nusxasiniki 2020-yili
12 ayda paydo bo'lgan birinchi xil o'zgarish nusxasi degan ma'noni bildirdi. Bu virusda burunqi virusga nisbatan 23 xil o'zgarishninki bo'lganligi, anandan keyin uninki yuqish kuchininki aslida mavjud bo'lgan virus türüdən 70% yuqori ekanligi ma'lum, lekin uninki o'ltirish kuchininki qandaqligi anandan keyin vaksinaga bo'lgan, hozir mavjud vaksinaga bo'lgan ta'siri qandaqligi texi aniq emas. Endi bu virusninki o'zgargan shaklninki dunyoga kelishi bilan ko'p sonda insonlarninki eng ko'ngil biladigan va eng andish qiladigan masalasi mushu hozir mavjud bo'lgan vaksina u virusga ta'sir qilamdi, qilmamdi degan masala ustiga markazlashgan bo'lib, buninki bu virusda bo'lgan o'zgarishninki shu vaksina bilan bo'lgan munosabati, ya'ni vaksinaninki bu o'zgargan virusga ta'sir qiladigan, qilmaydiganligi asosligi shu virusninki o'zgarish bo'lgan o'rniga va o'zgarishninki doirasiga bog'liq. Endi hozir biz bilamizki, bu virusninki odam badaniga kirgandan keyin hujayra ichiga kelib zaxmi paydo qilishda shu virus sirtidagi spike protein degan proteinninki aqsilninki hal qilg'uch rol o'ynaydiganligi ma'lum. Anandan keyin bu vaksinami badanga kirgandan keyin shu spike protein degan shu aqsil orqali badanda shu aqsilga qarshi turadigan antibody hosil qilish orqali u aqsilninki hujayra timi bilan berikib hujayra ichiga kirishini to'sab qoladigan bo'lg'achqa, agarda bu spike proteinninki shaklida nayt cho'ng o'zgarish bo'lgan vaqtida, ya'ni uninki mushu hujayra timi bilan birikib virusninki hujayra ichiga kirishiga yordam beradigan shu qismida alayda o'zgarish bo'lgan vaqtida balkim bu vaksina ta'sir qilmasligi mumkin. Hozir hamda bu Angliyadan paydo bo'lgan bu yangi tipdagi bu virusninki nurg'un jihatlarda biz bilmaganligimiz uchun uningga hozircha jazman bir hukm chiqarish biroz baldur, balkim yaqin kelgusida bu virusga bo'lgan tushunchaninki ishiga agishib mutaxassislar balkim texmi ko'p uchurlarga erishishi mumkin. Endi bu yerda men asosli so'zlamoqchi bo'lganim virus davomliq o'zgarib turdi. Odatda mutlaq ko'p sondagi o'zgarishninki bu hujayra ichiga kirib hujayrada zaxmi qilishga ta'sir ko'rsatmaganligi uchun vaksinami o'xshashlar unum qilishi mumkin. Agar bu virusda bo'lgan o'zgarish alayda cho'ng bo'lib yoki bo'lmasa hal qilg'uch mushu qismida bo'lgan bo'lsa, u vaqtida vaksina yetarli unum bermasligi mumkin. Lekin mutaxassislarning qarashicha biz hozir shu qisqa vaqt ichida bu virusga qarshi vaksina yasab qolganligimiz uchun bu o'zgarish bo'lgan qismig'imi nisbatan holda qisqa vaqt ichida vaksinada o'zgarish paydo qilib, u o'zgargan virusga unum beradigan vaksinani dunyoga keltira olishimiz mumkin deb qaraydiganlar bor. Endi bu haqda bu mutaxassislar nima deb qarayotidi degan vaqtida ko'pincha mutaxassislarniki qarashicha shu hozir mavjud bo'lgan vaksina bu virusga
önüm berishi mümkün. Albatta bu tehi %100% iniq cevap emas. Vaqtning o'tishi bilan bu vaksinalarniki Angliyada tarayotgan bu yeni tipdagi virusga önüm bermaydiganligini oldimizda vaqt isbotlaydi. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan mazmunni mishada to'xtatmoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Men bu vaqtda agarda yangi uchurlarga erishsam, ya'ni qarindoshlarni vaqtida xabardor qilib turma. Xayr xo'sh, Xudoga omonat, ko'rishguncha omon bo'linglar.